Kechagi 6 da chiqazib yuborgan avtomatika darvozamizni bitta kalitkasini chiqargan edik. Bittasi bu yerda qolgan edi. Buni ham tayyorlab chiqazib yuboryapmiz. Hozir to'rttasini o'rnatib bo'lishdi avtomatikani. Abrorjon ukamizni ham telefon nomerlarini tagida qoldirib qo'yaman. Samarqanddan boshlab Xivagacha. Xiva, Navoiy, Buxoro bemalol pochta bo'lsa berib olaverasizlar. Nima bo'lsa olaveramiz dedilar. Kimga shunaqa avtomatika darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.